Gentra luk motorchimizni ochganimizda o'ziniki mana plastmassa qisilib qolgan, temirlikka almashtirganmiz. Buni qo'ygandan keyin ko'p holatda avtos ishlamay qoladi. Buni to'g'rilash yo'li motorchini qo'yib olamiz. Mana bu yerda bizda ichida knopkasi bor, ko'chatirimiz bor. Shuni kamtik joyi aylanib ketgan bo'ladi. Shuni hisobiga o'zini avto holati ishlamay qoladi. Luk ishlaydi, lekin avtos ishlamaydi. Uning uchun uni tili bor, o'zini joyiga keladigan kamtik joyi bor. Kamtik joyi mana yerda bosiladigan knopkasi bor. Shu bosiladigan knopkani to'g'risiga olib kelib olamiz. Shu holatda mana tayyor bo'ldi. Bu ko'chatirimiz buni joyiga solib olamizda. Bu yerda nastroyka qilib olishimiz kerak. Xuddi shu holatda nastroyka qilsak, joyiga tushganda yana o'zgarib ketib qolmaydi. Shu bilan shunday yoqib joyiga tushdi mana. Joyiga motorchini qo'yamiz. Xudo xolasa shtekini suqamiz. Shu bilan avtosi ishlaydi. Xudo xolasa video manfaatli bo'lgan bo'lsa, Gentrasini luki ishlamay qolgan akalarga jo'natib qo'yasizlar.